Aziz mehmonlar, aziz onaxonlar, hoji-onalar, mana qo'llar ko'tarib turishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Sojona? Voy. Assalomu alaykum. Meni ko'rib xursand bo'lib ketdilar. Assalomu alaykum. Umringiz bo'lsin, rahmat. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'shiq qarisin. Endi bu to'yga kelmasam bo'lmasdi, chunki O'tkir akam meni ham akam, ham kasbimiz, ham ustozlar qatorida. Botir akam qolaversa, avvalo tabriklaymiz. Xudolarimizni ham, O'tkir akamni ham, kendayimni ham bugungi chiroyli to'y bilan tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin, hoji-onalarga ham to'ylar muborak bo'lsin, hammalarga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin, qo'shiq qarisin. Xudoyim shirin shakar farzandlar bersin, farzandlar to'ylarida ham kelib yana bayram qilish xursandchilik hammamizga nasib qilsin. Yoshlar baxtli bo'lsin, chiroyli qarsak chiqarib qo'yasizlar. Salomat bo'ling. Qarsak chog'anda ham xonadonda shunaqa to'ylar bo'lsin, ilohim. Ko'z tegmasin, kelin-kuyovlarga ko'z tegmasin. Bir-birlariga yarashib turishibdi, ko'z tegmasin. O'zi hali xalqimizda gap bor. O'xshatmasa, nima deydi? Uchratmaydi deydi. Mana shu yerda ham er-xotin kelganlar bo'lsa, qarab qo'yiladi, o'xshaydi bir-biriga. Mana bu narsa o'xshayman xotinimga. Ko'chada yursa, aka-singlingiz bilan deyishyapti. Keyinchi o'xshagani mayli, xarakterlari o'xshab ketar ekan, bir-biriga ko'p narsasi o'xshab ketar ekan. Men masalan xotinim uylangan paytimda san'atkor emas edi, hozir normal qiziqchi bo'lib qoldi. Chunki birga yashasangiz yuqar ekan. Men endi xotinimiz siz deb gapiraman-da, hoji-ona bir kun aytdim olasiz dedim. Ha deb sizlab gapirsam beganaga o'xshab qolyapsiz. Oshna og'ayni, ota-onani oldi, o'zim ham chumoga o'xshab qolyapman. Endi siz degandan san degan ko'ngilga yaqin bo'lar ekan. Maylimi sansirab gapirsam, sen xotinim ham o'zing bilasan deydi. Yuqar ekan, singan chiqqandan boshqasi yuqar ekan. Ilohim yo'qsa o'xshab ketaversin, ilohim qo'shgani bilan qo'shiq qaraversin. Ayollarimiz salomat bo'laylik, ilohim. Hamma joyda, to'yda ham, xursandchida ham ayollarimiz, opa-singillarimiz bo'lib qolishdan. Men xotinim aytadi, siz dedingiz so'r dedi bir kun aytdi. Men bilan bozorga chiqing, bozorda men bir narsa olib bering desa, men ham chiqib ahmoq bo'lib. Yo bu xotinlarga hayron qolasizlar. Bu ko'ylak tanlashlarcha qiyin ayollar sizlar. Hali uni kiyib ko'ryapti. Hali buni kiyib qo'y. 32 ta ko'ylak kiyib ko'rdi. Voy sotuvchi xotinga rahmim keladi. Yosh katta ayol ekan. Ichimda aytayapman, agar xotinim hech narsa olmasa, shu xolaga bir 50 dollar berib qo'yaman deb turibman. Oxir bitta ko'ylak kiydi, dadasi mash ko'ylak yoqdi menga dedi. Hayriyat, Xudoga shukr. Xola, nech pul mash ko'ylagingiz desam, "Boy, xola ham kiyib ketarsan, puli kerak emas, kiyib ketarsan." Manda xola jahl qilmay, ustiga qo'shib beraman, xola. Nech pul? Sen kiyib ketarsan, puli kerak emas, kiyib ketar. Nimaga puli kerak emas desa, "Bu xotiningizni o'zi kiyib kelgan ko'ylagi-yu, kiyib ketarsan" deydi. Aylantirib o'zirgil kiyib nima deysiz? Salomat bo'lsin, ayollarimiz omon bo'lsin. Men bitta narsani aytaymi? Bizlar ayollarimizga aytadigani yo'q. Dunyoni 100 ta go'zaliga o'zbegimni bitta kampirni ham almashtirmaymiz. Salomat bo'laylik. Bizlar ayollarga aytadigani yo'q. Assalomu alaykum. Bu jonlar, assalomu. Kampir degan xafa bo'ldingizmi? Xafa bo'ldingizmi? Sizlar kampir emassizlar. Sizlar prosta pensiyaga chiqqan qizlarsizlar. Bizlar ayollar qarisa ham chiroyli qaraydi. Ha? Men Amerikaga borib keldim yaqinda, mana Yevropa, Amerika tomonlarida, men taraz aytayim, bu bor haqiqat bu. Xotinni eri ursa, erini politsiya qamab qo'yarkan. Shu chatoq ekan. Aytdi, Xudo saqlasin, yaxshi ham bizda shunaqa emas. Agar bizda ham shunaqa qonun bo'lganda, kuyovdan boshqa hammamiz o'tirib chiqqan bo'lardik. Endi bizda bor dalamiz berdi. O'zbekda gap bor, er xotinni urishi, nima deydi? Nima aytvaringlar? Dakar va o'zlari aytibdi mana. Mana mashta eri bilan urushmagan ayol bormi? Biror marta eri urmagan ayol bormi? Qani? Qo'lini ko'tarsin. Ha, yo'q deyapsizlarmi? Men deyapsizlarmi debman. Bormi qani? Qani? Yo'q, yoshlar. Sizlar hali ulgurasizlar, xudo xohlasa. Hali hayot oldinda. Voy, yosh katta ayollardan so'radim. İşte topamizni qo'l ko'tardik. Kalta egalari esiga chiqmasa tushunadi. Bekor qo'l ko'tardik. Bekor qo'l ko'tardinglar-da. Men bitta kitobda o'qidim, yozib qo'yibdi. Eri urgan ayolni har bitta kalta tegan joydan u dunyoda gullar o'sib chiqadi. Men xursand bo'lib ketdinglar. Voy
bir joyda ham shu gapni gapirsam, onaxon kulyaptilar qaqirab aytdi. Ha, onaxon desam, voy. Agar yer urgan joydan gul chiqadigan bo'lsa, ha desam, agar shu gap rost bo'lsa, men bu dunyoda bog' bo'lib ketarkanman. Yer xotin urishidan ko'rib oldi. Ikki shirin so'z bilan hammasi joy-joyiga chiqib ketaveradi. Men hazillashib gapiryapman. Salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Men endi niyat qilaman. To'yga borsa, hamma niyat qiladi. Yangisidan ham aytib bering, ertaga konsert xudo xolisa. Hamma niyat qiladi. Kelin-kuyov gap niyat qiladi. Nima deb niyat qiladi? Men ham shu niyatni qildim. Hojona nima deydi kelin-kuyovni? Kelgan odamlar nima deydi? Siz kimga kim bo'lasiz? Kuyov tomonmi, kelin tomonmi? Hojonajon payiz yordam ekansiz. Ikkita qo'llaringizni ko'tarib turganingiz men nazar qilyaptim. Assalomu alaykum. Kuyov bolaga kim bo'lasiz? Kemas bo'laman. Katta opasi. Ha, katta opalar. Assalomu. Yo'q, pul kerak emas, opajon. Yo'q, pul kerak emas. Hojon. Bersangiz normalni bering, naqd. To'g'ri. Bering, men istagan beraman. Ojonalar. Istagan. Voy, aylanga deb bo'jon. Mana shu pulingiz bor-ku, $100 dan afzal men uchun. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuyov tomonidagi xotinlar boy ekan. Kurtoy boylar ekan. Oldin san'atkorga o'rnidan turib qistirishardi. Ular boylarni qarang, oldiga chaqiryapti. Nima deydi? Hojona, kelin-kuyov nima deydi? Barisi baxtli bo'lsin deydi. Baxtli bo'lsin deydi. Men bitta narsani aytaymi, opajonlar, onajonlar. Kelin-kuyov bilan ishlaring bo'lmasin. Ular xudo xolasa albatta baxtli bo'ladi. Xudo xolasa. Men bitta narsani aytaymi, to'yga borganda qaynona kelin baxtli bo'lsin deb niyat qilinglar. Agar qaynona kelin baxtli bo'lmasa, men kelin-kuyovni baxtli bo'lgani kafinga. Chunki xalqimizda gap bor, mana qaynona kelin nima deydi? Tuproqni bitta joydan oladi deydi. Mana shunday bitta narsa mana. Qaynona bu kelin-kuyovlarga aloqasi yo'q, bu to'yga ham aloqasi yo'q mana. Kim kelini bilan keldi mana shu to'yxonaga hozir? Bormi? Kelin olib kelganlar bormi? Qani? U ham shu tarafda ekan. Assalomu alaykum. Siz Keldim men. qani kelinlaringiz? Yaxshimi munosabatlar? Nimaga alohida o'tiribsizlar bo'lmasa? Biri doktor, biri shifokor, biri chevra. O'qituvchi. Qaysi biri o'qituvchi? Ana, o'qituvchi, bu kishi o'qituvchi. Keliningizmi? Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Siz kuyov tomondan. Salomat bo'ling. O'qituvchi ekan, bitta qarzdorchi olib qo'yinglar. Bir donishmand aytgan ekan, dunyoda bitta kasb bor, u ham bo'lsa ustozdir degan ekan. O'qituvchi ekan. Qaysi fandan dars berasiz? Qaysi fan? Ona tili voy, men yaxshi ko'rganman. Voy, maktab davri boshqacha baribir, men gapni ochib yubordingiz mana. Maktab davri boshqacha bo'ladi. Hojona, maktabga borganingizda birinchi sinfda kirgan o'qituvchingiz sizdami yo sizda yo'qmi? Sizdami? Qasdashmang. Otini aytingchi. Xalqqa qolgan edi. Voy, bitta qarzdorchi olib qo'yinglar. Necha yil bo'ldi? 50 yilda ham mana birinchi o'qituvchi qarang. Birinchi o'qituvchi esdan chiqmaydi. Maktabga birinchi o'qituvchi kiribdi, bolajonlar. Men sizlarni birinchi sinf o'qituvchilaringman. Men 42 yildan beri mana shu maktabda dars o'taman. Menga ismlaringni aytishlaring shart emas. Tadingni ham, onangni ham men o'qitib ketdim. İsimlerini boshqarib aytasizlar, o'zim topib olaman. Qizim o'rningdan tur, ismini boshqarib ayt. Ye! Gulchehram? Yo'q, Gulbaharmi? Ha, o'tir Gulbahor. Aytib kutaman. Sen o'rningdan tur, ismini boshqarib ayt. Bu, Botirmi? Yo'q, Bahodirmi? Yo'q, Bahrommi? Yo'q. İkinci harfini ham ayt. Bekzodmi? Yo'q. Oxirgi harfini ham aytchi. Behruzmi? Ha, o'tir Behruz. Aytib kutaman. Mana shu keliniz uchun, mana shu, ana, kelinim o'qituvchi deganingiz uchun. Orqada bitta o'quvchi o'tirgan ekan. Tur o'rningdan. Ismini boshqarib ayt. Yo'q. Yo'ldoshmi? Yo'q. Yursinmi? Yo'q. Yo'lchimi? Yo'q. Yo'lbarsmi? Yo'q.
bitta yega ism qolmagan. Nima? Desa, Yustam debdi. Rustam akansizmi? Yaxshi ham o'zi aytib maktab tugab ketgan bo'lar. Assalomu alaykum. 4 ta kelinni o'tirgan mana shu hojonam bitta qarsa chalib qo'yadi. Zo'r. Do'stlaymansiz. Men faqat mana shu kelin-kuyovlar haqida, mana shu qaynona kelinlar haqida gapiramiz. Konsertda faqat Xudo xolisa. Salomat bo'ling. Men juda ham xursandman. To'ylar muborak bo'lsin. O'tkir akam, bizning akamiz, qadrdonimiz, mana farzandlari bugun kelin bo'lyapti. Bizning singlimiz baxtli bo'lsin. Kelin boshi kuyov to'ra bilan qo'sha qarisin. Vaqtlari butun bo'lsin. Hammalar xonadoninglarda to'y bo'lsin, xursandchilik, to'ylar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar. Voy, assalomu alaykum.